Salam dostlar, Noorlan IELTS sözlük ambırıga kelganlarni qarshi olamiz. Bu Nurlan ma'rifining yangidan ichilgan bir sayfisi bo'lib, asosliq mana shu sözlük yoki bo'lmasa ingliz tiliga asosan ingliz tilining sözlügi bor, anglash bor, yozish bor, o'qish bor. Shularning eng tomiri sözlük bo'ldi. Shunga biz sözlükning asosiy holatda kelgusida boshqa bir programmani ochamiz. Lekin hozir sözlük ibaret, yani IELTS sözlükten ibaret, şu bir sayfani açıp köpçülükning bunun fikrini şundan bilan bir vaqtda bunu zodi köpçülük yardım qilalamdı yoki bo'lmasa biz ortiq vaqt sarf buni qilatamdı. Shuni bir tashvish maqsadida buni shildiq. Unda bo'lsa bugun sinaq tariqasida bir o'tkazib o'taylik. IELTS Nurlan sözlük ambiri. IELTSning nima ishligini hamimiz uqamiz. Shunga bu ko'p so'zlashning hojat yo'q. Odatda hamma so'zlab tegishdiki IELTSni al mektep bütegen balla emas, o'ttir mektep bütegen balla berish kerak. Mana bu shuningda siz dunyoviy holatga tegaysiz. Ammo bir al mektep o'qigan odam yoki inson IELTS bilmayturib bütegen bo'lsa, asosan al mektepni unumli o'tkazaymi desak, bu tamoman muqarrar. Bu dunyoning nada burun bo'libmi ingliz til ishlatmaydigan davlatlarda bu shunday bo'lishi kerak. Mening bu o'quvchilarim bo'lgan, shu o'quvchilar qanday qilgan deganda ikki tilni o'rganib, yana to'liq ikkinchini bitirishni og'ir qili yoki bo'lmasa qolgan bir qismi to'liq 3-yillikda hammasi IELTS berib bo'lgan. Ham IELTS berish ularningki darsligining kichikkin bir tarafiy qismida xolos. Shuningdek IELTSni biz undaq bir g'oyibiy tusga akirib o'rganib bo'lmaydigan yoki bo'lmasa bir tasnasi kirib olsanglar bu xatolik bo'ldi. Bu tasnasim emas, lekin cho'qim hammadan bilishlik narsa. IELTS bilan TOEFL deymiz. Buning uchun har qanday so'zlik 8 mandan 10 ming so'zlik bor. Buning har qanday so'zligi bizning amaliy turmush ishilgan so'zliklar. Asosan 90%. Unda bo'lsa, biz alayda bir sayfimizda, yani alayda bir slide yoki bo'lmasa bir mazmun ko'rsatib, o bo'lsa har qitimda, har bir darsda biz birdan slang yoki bo'lmasa idiom o'rgatamiz. Ammo birinchi qitimda bo'lsa the long and short of it. Bu yerda long degan gap borki, short degan gap borki, bu zoda nim deganlik unda bo'lsa. Javob qarashdan burun oldinda o'zini o'ylab boqinglar, ingliz fikr qilib boqinglar, shunda buni tegisizlar. The long and the short of it. The meaning all that can or need be said. Ba'zilar so'zlab ketaverdi oxirida sen nima demoqchi edingiz? Unda bo'lsa uzun gapning qisqasi degan gap bo'lsa, the long and the short of it. Unda cümleço. The long and short of it is that he got himself mugged. Uzun gapning qisqasi u qanday bo'lgan? Uni boshqa bo'lgan. Ya'ni mug miyada Iron Man stakan bo'lganda mug bo'lganda bu boshqacha o'zgarib, ya'ni bulunish yoki bulash degan ma'nosi chiqadi. Okay, the long and short of it is the idiom for the first time today, and we will continue to give you more idioms down the road. Not only you have to understand what the other people are talking about, you have to be able to articulate or put the words together and make it meaningful sentence. At the same time, you have to insert idioms and slangs into your expressions, and that is real English. Unda bo'lsa birinchi so'z abandon. Buni IELTS tayyorlab qilib bo'ldi. Buni so'zlik yodlaymiz. So'zlik yodlaganda har xil kitoblar bor. Şu vaqtlarda bir so'zlik kitob emas, 4-5 so'zlik kitoblar yodlaymiz. Shu chog'da men o'rganganim esimda 21 kunda IELTS so'zligini tugatib bo'lish degan bir kitob o'rgangan. Esimda qilishcha har bir kunda oz deganda 100 dan 150 gacha so'z bordi. Men gerçi onu 21 kun tugatib bo'lmagan bo'lsam, lekin 30 kun tugatgan. O'rganish to'g'riliq. Qanday o'rganamiz? Buni keyin so'zlab o'tamiz. Yana birsi maktablarning katkizib qo'ygan yeri sizga to'xtamasdan o'rgatadi. 1-sinfdan 11-sinfgacha o'rgatadi. Ammo qanday o'rganishni o'rgatmaydi. Shuningdek, bu qanday o'rganishmi bir fan hisoblanadi. Burun men o'rta maktabda, ya'ni International High School deymiz. International High School'ni xalqaro o'rta maktab deymiz. Bularda butunlay darsi ingliz bo'ldi. Shu yerda ajda bir dars o'tgan. Bu darsning ismi Study Skills, ya'ni o'rganishniki apchil usullari deydi. Abandon unda o'z nima? Give up. Give up hukmis bilan tanishmansa bir narsa voz kechmak. Bu voz kechmak abandon bilan give up ning ma'nosi nima? Ikkisidan farq bo'lishi kerak. Give up bo'lsa I give up my dream. Masalan, siz bo'lgan nishoningizdan voz kechasiz.
I give up what? I give up on everything in life. Hayatda pek duch kelgan narsani chiqib ketsa, uning hammasini voz kechishlar, ammo abandon uning o'xshashmaydi. O'xshashmaydigan yeri nima deganda abandon biz nimani abandon qilamiz? Odatda abandon house, narsa keraklarga ko'parib keladi. Abandon property. Property degani asosan house bilan o'xshash. Bu mol-mulk, yer mol-mulkni ko'rsatadi. Ya'ni property degandan masalan, do you have a property in Canada? Do you have a property in America? Uning degani do you have a house degan gap. Property bu yerda house bo'lishi mumkin, bino bo'lishi mumkin, bir parcha yer bo'lishi mumkin. Ashuna hammasi property kirib ketadi. Mana bu amaliy qo'llanishchilik. Abandon a dog, abandon ship, child, native language. Biz ana tilimiz so'zlayapmiz shunga. We're not abandoning our native language. Rights. Rights degani nima? To'g'ri degan gapmi? Undan biz keyinda asba. Am to'g'rilar bilan unda bo'lmaydi. Demak, abandon rights bo'lsa, yana sizning huquqingizdan voz kechish bo'ldi. Abandon rights and abandon family. Abandon versus give up. Aytib o'tdik. Abandon yana shundaq bir object deymiz yoki narsa keraklarga ko'proq keladi. Give up bo'lsa abstrakt narsalarga ko'proq keladi. Give up your dream. Siz o'zingizningki arzuyingizni tuta olamsiz, tutolmaysiz. Tutilmagan narsa bo'ldi, abstrakt bo'ldi. Abstractning o'zi ingliz so'z. Abstract degan gap abstract deymiz inglizcha. Shundaymi? Okay, let's go one slide up. Okay, so never give up. That's the motto, and never abandon your civil rights. Civil, civil war. Agar Amerikaniki ish ko'rish bo'lsa, bu civil war bo'ldi. Civil rights buni qanday tarjima qilishni o'qimadim, lekin o'zim tushunsammi, garchi Uyg'urchada tarjima qilishni o'qimadim. Tushunganlar bo'lsa, asta xat yozib qo'yinglar bo'lsa, puhraliq huquq bo'lamda. Okay, demak, sizning ayrilishingiz abandon bilan give up niki farqi. Abandon is more concrete versus give up is more abstract. So you can use all this abandoned at ed, abandoned the house, abandoned child, abandoned ship, right? You see a house, torn down a house, not new but old, torn down a house. That must be abandoned house. A child who is hungry on the street and clothes are worn down, then that child must be abandoned child, right? Okay, next one, abbreviation. Undaqda ba'zida bo'lib, IELTS odatda 34 yuqori darajaga qarata yuzlanganda o'rganish boshlaydi. Ba'zilar buni so'zlayolmaydi yoki bo'lmasa og'zi kelmaydi. Unda qanday qilamiz? Har qanday bir so'zda og'zimiz kelmasa, biz keynidan oldiga bir o'qish usuли bor. Shin, Asian, Viation, Aviation, Reviation, Abbreviation, Abbreviation. Demak, endi og'zingiz keldi. Agar kelmagan bo'lsa, bu yerda to'xtab, qayta practice qiling. Abbreviation degan nima bu? Masalan, biz ko'proq ko'ramiz USA deymiz. Qisqartirilsa nima? Bu so'z United States of America-ning qisqartirilmasi. Unda bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga nima deymiz? UN deymiz. United Nations. Bularning hammasi abbreviation bo'ldi. Demak, nima bo'ldi-ki? Shortened form of written word or phrase used in place of the whole word or phrase. Demak, men o'qisam bir ilmash-chilmash bo'lib ketdi, lekin uzun gapning qisqasi yana uzun so'zni qisqartirilmasi abbreviation bo'ladi. Faqat so'zdagilar qo'llandi. Ismonlarni qisqartirib, masalan, yana bir gap chiqdim yodimda bo'lsa, agar yozishni to'g'ri kelsa, men bir yozay. Masalan, laser point pen. Okay. Birisining ismi Barat bo'lsin. Barat Qahar bo'lsin. Bu men mouse tizlatma shuni sal chiroyli chiqmay qoldi. Barat Qaharning unda bo'lsa, bankka borganda sen mani unda qizish usul bu. Bu abbreviation bo'lamdi? Yo'q, bu abbreviation emas. Bu qisqartirilgan ism. Buni biz ism o'xshashmaydi. Ism odamning ismi kelganda biz abbreviate demaymiz. Buni biz initials deymiz. Initials. Yana o'zingizning ism bilan familiyangizningki birinchi harfini yozing degan gap initials bo'ldi. Bu initials bilan abbreviation ikkisi farqli. Farqli yana nima? Initials bu odamning ismiga keladi. Ammo abbreviation bo'lsa ko'proq organization yoki bo'lmasa bir organlarning ismlariga qisqartilishi bo'ldi.
agar Mehmet Aysa bo'lsa, demak Mehmet Aysaningki qisqartirib initials bo'lsa MA bo'ldi. Okay? Shunga initial bilan abbreviation farqlantirish kerak. Abbreviation and shorten. Nima qisqartish? Nimani qisqartish? Can you shorten your sentence? Nimani? Sizning bu jumlangiz uzun bo'lib qanday qisqartsangiz bo'lamdi, hikoyangizni qisqartsangiz bo'lamdi desak shorten bo'ldi. Lekin buni abbreviation kelamdi, kelmaydi. Abbreviation degan bir muqim so'z birikmasining qisqartilishi yoki bir idora organining ismining qisqartilishi keladi. Okay? Shuni bilish kerak. All right, let's go for next one. Abeyance, meaning suspension. Abeyance ni ko'p qo'llanmaymiz. Ingliz tilida bo'lim IELTS o'rganganda hamma so'zni men o'rganaman, bilib olaman deyishni hojatsiz. Bo'libmi birinchi qitim o'rganganda. Chunki IELTSning so'zligini bir qitim o'rganish yetmaydi. 3 dan 5 qitimgacha o'rganishingiz kerak bir kitobni. In abeyance deymiz, buning asosiy ma'nosi bir narsa suspension. Masalan, suspension bridge bir narsa agarda men ham bir slide astam ko'ra olasizlar. Ma'no bo'pti. This is suspended, right? And this is suspender. Nim bo'ldi? Demak, bir narsa sanglab turgan bo'lsa, uni suspended deymiz. Biz masalan San Francisco Bridge ba, San Francisco bir baqalla yoki Istanbuldan ba, işte bir ko'rik ba, ko'rik qanday suspension bridge. U ashunda ikki tarafdan tutib turdi. Shundaqku. Asta sanglab turdi. Shuni biz suspension deymiz. Suspend action, temporary cessation or suspension. Miyat bo'lsa to'xtatishim debdi. Temporary cessation. Cessation degan to'xtash degan gap. Bir narsani to'xtatish. Ya'ni nimani to'xtatish? Harakatni to'xtatish. Masalan, bu kichik harakatlar kelmaydi. Bir cho'ng pilotni to'xtatish. It's in abeyance now. For example, what could be? Our party on Saturday is in abeyance now. Adet party olmaydi. Ya'ni o'ltirishlar shunaqa. Lekin cho'ngroq harakatlarniki vaqtincha to'xtatib qilishi, vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, in abeyance bo'ldi. Lekin buni jiqishlatmaymizda, bu ko'nabi so'z. Yoki buni yozish xarakterida kuchli bo'lgan so'z. All right, abide. Abide bo'ysunish. Nimaga bo'ysunish? Yana qonun bo'ysunish. Abide the rule, qayda qonuniyatlarga ham shunday qilam law. Masalan, Newtonning 3-qonuni ma'non bo'ysundi. Newton's third law abides desak bo'lmaydi. Buning asosan bir Qur'onning qonun bo'ysunishi keladi. Masalan, yana bir ko'rsak tushunasizlar. Miyada bir kino baka justice at any cost. Law abiding citizen. Ya'ni law abiding citizen degan nima? Qonun rioya qilgan fuqaro degan gap. Citizen fuqaro bo'ladi. Shunaqa. Lekin law abiding bo'lsa qonun rioya qilgan bo'ldi. I have been always a law abiding citizen, right? Okay. Law abiding citizen. Law. Tolerate, cannot abide sluggish actions. Tolerate bo'lsa bir narsa chidab turish bo'ldi. Chidamchanlik bo'ldi. Cannot abide sluggish action. Miyadagi faqatdan bir jumla. Yana nima chidab turolmayman? Men cannot abide sluggish action. Sluggish degan gap bir ishni emasdan. What is sluggish? Sluggish is not just someone said that he would do something, but he wouldn't do it right away. He just, postpones it for day after day, and he wouldn't do it right away. That's sluggish action. You said you would do it. You had to go do it and put 110% of your effort, right? So, abide sluggish action. Cannot abide. Men chidab turolmayman degan ma'no bu yerda. Bu yerda ikkinchi ma'nosi chiqdi. Abide dan ikkinchi ma'nosi chidab turish. I cannot abide. Abide dan unda bo'lsa chidab turishdan yana bir qandaq so'zdan olsak bo'ldi? Stand. I cannot stand for. I cannot stand. Stand bo'ldi. I cannot stand or I cannot tolerate for sluggish actions. Okay, good. Let's go next one. Ability. Bu oson ko'pinchimiz bilamiz. Mahorat, qobiliyat deb tarjima qilamiz. Ko'proq olganda skill deb olamiz. Bu resume yoki o'zingizniki xizmat izlaganda yozadigan nima? Ashuni resume deymiz. Ya'ni Uyg'ursini to'qibdimi? Your ability to speak, ability to write, ability to code. Burun ingliz so'zlash 2000-yillarda haqiqatan 2010 haqiqatan bir moda shakl bo'lgan. Ability of speaking English is really popular back then, and everyone respects you if you could speak really good English. But now,
everyone should speak English by 2020. Unda bo'lsa hozirgi moda ahvol nima deganda hozirgi moda kod yozish. English speak oson. Endi ingliz o'rganganda chuqur kod yozish bilish kerak. Alright? The ability of writing a code in Java, JavaScript, Python and different languages is the current requirement of current modern workforce. Right? Abilities bo'lsa ko'pligan aqliy iqtidorlarni ichiga oladi. Iqtidorli masalan aqliy iqtidorli telefon degan bo'lsa bu uni ichiga kirmaydi. Shunaqa uni AI deymiz, artificial intelligence uni keyin so'zlaymiz. Skill set, skill munosabatdagi skill set undaq bo'lsa sizning qanday bir mahorat hunarlaringiz bor degan so'ng what's your skill set? Desak bo'ldi. Acquired proficiency. Yana skill degan gap nima? Acquired degan gap o'rganishga bo'ladigan yoki bo'lmasa bir narsa o'rgansak siz uni erishadigan narsa acquired bo'ldi. Proficiency shundoq bir professional levelga yetsangiz. Demak bu nima? Ability'ni demakchi biz puxtalash orqali ko'p o'rganish orqali shakllantiradigan narsa qobiliyat degan. O'zining shakllanib qolmaydi. Bu talant bilan chiqsa farqli bo'ldi. Demak ability can be acquired and can be reached to proficiency level. All right? So therefore coding, yes. I mean, speaking English, yes, of course. But coding is higher level than speaking English. Next one, abnormal. Abnormal emas, normal emas bu odam deymiz. Shunaqa normal. U Uyg'urchami, asli ingliz gap. Demak, inglizchada nurg'un gaplar Uyg'urcha kirgan, Uyg'urcha nurg'un gaplar inglizcha. Shuna siz ingliz o'rganib baxmasangizmi, ming so'z bilasiz degan gap. Hidrogen deymiz, hydrogen deymiz, oxygen deymiz. Biz ingliz gaplar. Hydrogen, oxygen, right? Demek abnormal olsa abnormallık deymiz biz bu yerda, lekin inglizcada abnormal bo'ldi. Deviating from the normal or average. Yani normal bo'lmay qolgan vaqtida abnormal bo'ldi. Bunun yani artıq so'zlashning hojati yo'q. Masalan, nemislar deganda odamlar, shirkatlar, fenomen ba'zi bir ishlar, situations bo'ldi. Next one. Abroad bilan yani bir söz go abroad. Hiç o'xshashmaydi, ma so'zni abroad. Ma o ne farqlandi? Ma ya a go abroad arba. Yani ar yo'q. Go aboard. Aboard was nima? Welcome aboard deymiz. Masalan, siz bir shirkat ishlayotgan bo'lsangiz, yangi odamni qabul qilgan bo'lsangiz, welcome aboard kelganingizga bizni qo'shilganligingizga qarshi olamiz deydi. Odatda da nimalarda aeroplanda, paraxodlarda nimishqa siz shu paraxodda birga chiqchi unda qolgandan sizlar o'zaro teammate yoki bo'lmasa birga ishlovchi bo'lsizlarda. All aboard bo'lsa, hamma chiqib bo'lgan bo'lsa, mangmiz deganda bir gap bo'ldi. Aboard a plane unda bo'lsa, aeroplan chiqishni nima deymiz? Aboard a plane. Starting aborting now deydi aeroplan stansiyada. Aeroplan stansiyada yana so'zlashtirishlik nima bor deganda kelgan aeroplanlar, uçkan aeroplanlar degan narsa bor. Masalan, arrivals bo'lsa hozir qo'ngan aeroplan. Departure bo'lsa uçmoqchi bo'lgan. Ne? Departure deymiz. Shunga ikki xil yo'l bor. Har qanday dunyoning har qanday yerdagi aeroplan stansiyasida ikki xil yo'l bor. Birisi arrivals, shunga siz bu so'zni cho'qim bilishingiz kerak. Yana birisi departures. Siz qaysi yo'lga berishingiz kerak. Birisi kelgan bo'lsa, albatta arrivals bo'lishingiz kerak. Ammo siz bormoqchi bo'lsangiz departures bo'lishingiz kerak. So, aboard a plane, go abroad. Go aboard ship. Odatda ko'p qo'llanamiz airplane qo'llanamiz. Yani aeroplan qo'llanamiz. Now boarding deydi. Now boarding degan gap masalan abort demaydi, ba'zida boarding deydi aerostansiyada. Yani degan gap aerodromga chiqish boshlandi degan gap. Bu mashina chiqish bilan o'xshashmaydi. Mashina chiqishida boarding desak bo'lmaydi. Paraxod chiqish desak bo'ladi. Alright. Yana birisi abolish. Abolish nima? Bekor qilish. Nima bilan bekor qilmoq? Boya biz bir so'z o'rgandik. Qanday so'z? Law abide deb o'rgandik. Abide degan nima? Rioya qilish. Nimaga rioya qilish? Law, yana qonunga rioya qilish. Yoki bo'lmasa rule, qoida usulga rioya qilish. Amiyat bo'lsa, ashni bekor qilish. Nimani bekor qilish? Lawni. Abolish rule or law. Bekor qilmoq. Okay? Ikkisi farqlandi. The end to observance or effect, okay, doesn't make any sense, such as law. Qaranglar, mana bu yerda debto nimani? Qonunni. Abolish a law. Abolish slavery. Slavery degan nima?
slavery degan qulchilikni bekor qilish. Qulchilik tuzumini demakchi-da bu yerda. Chunki rule degan tuzumga ma'noda. Tushunarli? Right? So therefore, you can abolish rules. You can abolish laws. Okay? Next one. Abortion degan bo'lsa bo'yidan o'tkazish bo'lish. Odatda abortion rights. Bayda yo'q, rights deb o'tdik. Bu rights degan to'g'ri degan gap emas, balki uni huquqi. Ya'ni abortion right bo'lsa ayollarning bolani tushirish huquq bilan bo'lmaydi deb. Amerikada ko'proq talashib buni. Biz bu yerda talashib o'tmaymiz. Termination of pregnancy. Termination degan nima? Oxirlashtirish. Terminator deb bir kino var, ko'rganlar bo'lishi mumkin. Bu bakbokun Terminator. Kim o? Arnold Schwarzenegger chiqargan. Hasta vista baby. I'll be back. Deb Kaliforniyaning burunqi shtat boshlig'i, ayna kinoni kelib mashinadan chiqqan odamning kinosining ismi Terminator nima? U oxirlashtiruvchi kinoning ismi. Uyg'urcha. Shuni boshqa bir Terminator deymiz. Shuni oxirlashtirish nimani? Pregnancy. Ya'ni bu yil bo'lgan bo'lsa pregnant bo'ldi, shuni oxirlashtirish bo'lsa abortion bo'ldi. Accompanied by resulting in or closely followed by death of embryos or fetus. Bola tug'ilmagan vaqtida nima bo'ldi? U fetus bo'ldi. Yoki embryo bo'ldi. Embryo kichik vaqtida bo'ldi. Embryo sal cho'ngsa fetus bo'ldi. Fetusdan keyin yamza cho'ngsa baby bo'ldi. Bu baby to'liq yetilib bo'lmagan vaqtda nima bo'ldi? Fetus bo'ldi. Okay? I don't think bu so'zni men ko'ngil uzoq bo'ldiki men tushunma misshaped deydi o'qiyman. Misshapen. Bu xap emas, misshapen nima? Bu yerda ajrab ketish to'satdilar. Bu misshape bo'ldi. Odatda vaqt miyat oxirlashida. Misshape oxirlashida. Misshapen bo'lsa uni o'tgan zamondan o'tkir bo'ldi. Or person. Include expulsion of human fetus. Yana qanday qilish tushiritish degan gap. Balonni tushiritish. Ma fetus degan bola, ya'ni baby kirmaydi, baby bo'lishdan oldin qoldi. Mission abort. Abort bo'lsa, abortionniki so'z tumri. Ya'ni bu abortion noun bo'lsa, ism bo'lgan bilan ma'vu verb bo'ldi. Abort nima amaldan qoldirish. Odatda nimani amaldan qoldiramiz? Odatda muhim mission. Mission degan nima? Masalan, kinoda Mission Impossible deb. Bir sizga berilgan bir task. Tom Cruise'niki Mission Impossible, right? Vazifani amaldan qoldirish bo'libmi? Buni nada ishlatamiz deganda, bo'libmi harbiylarda, militaryda ko'proq ishlatiladi. Mission Impossible. Mission Abort. Ba'zida kompyuter ishlatganda abort degan gap chiqib oldi. Ya'ni nima? Ishlamadi bu degan gap. Agarda paraxod dedik boya, shunda paraxod degan vaqtda paraxod degan vaqtda paraxod o't ketdi degan bo'lsa abort deydi. Nima deydi? Sen qoch degan gap bu. Ya'ni nima deydi? Tushib ket, qochqin, o't ketdi degandek bir ma'no bildirdi. Okay? Alright. Unda o'z asosan so'zlar tugdi. Tezlik bo'yicha men bir tushuntirib o'tay qayta inglizcha o'qitaman. Alright, so let's go for one more time. Abandon, we know that you have to give up, but what do you give up? You give up. It's not same meaning with give up, right? So what do you abandon? You abandon child, house, and your language, and your rights, right? That's what you abandon. So it's different from they're not same give up. Give up is more abstract versus abandon is more concrete, right? Okay, so never give up, never abandon your civil rights. Great, next one. Abbreviate. Abbreviation. Shorten something. Normally, organization name or country name, right? But if it's your name, no, that's not abbreviation. That's initials. You go to bank and they ask you to, could you sign your initials? That doesn't mean to write your full name. It means that write first letter of each name is initials. Okay, next one. Shorten something. Shorten your sentence, shorten your story. All right. Abeyance, that's stop. In cessation, right? Temporary stop is abeyance or suspension. Okay, suspension has different meanings. One is stop, another one is what? Suspension bridge, right?
That's first meaning. Second meaning is suspension, bridge, suspenders. Some men, they wear suspenders while they're wearing the pants, right? All right, so let's move on. Abide. What do you abide? You abide the law and the rule, and you become a law-abiding citizen. All right, and also you have to abide. Sometimes people have different personalities, therefore sometimes you have to abide different sluggish actions of people. All right, next one, ability. Now speaking English is not really it's a required ability for every single job, but it's not the best ability. Best ability right now is probably coding. When I say best, it's popular. Abnormal is opposite of normal. We all know this. And go aboard. Welcome aboard on what? On the plane, on the ship. Okay, not for the bus, not for the car. Abolish. What do you abolish? We abolish law, rule, especially bigger ones, and abolish slavery, right? All right, you can abolish anything you want. And abortion is so baby. If a lady has a baby's not born yet, or lady's pregnant now, baby decides to get rid of the baby. That's process of abortion, and we're not discussing is it right or wrong here. All you have to do is what do we call it before baby forms fully? We call it fetus, and before that embryo. It's still in cell form, right? And sometimes misshape happens, especially when ladies do not take care of themselves, and they lose a baby by accident. That's misshape. All right, so mission abort, that means canceling the mission or task. All right, so any questions? If you have questions, please leave your questions. And most probably, if you have questions, we'll ask you in next program to be on the live video and ask your question again. Agarda sizning savollaringiz bo'lsa qoldirsangiz bo'ldi. Shuningdek bir vaqtda biz ana o'shadan mazmunli, ma'nilik savollarni so'raganlarni bizning videomizga eklab, shuning videoning ichidan yana savol so'ratqizib, o'zaro ingliz so'zlashib praktik qilamiz. Shunlashqa bo'lsa savollarni ko'proq qoldirib qo'yinglar, o'zaro deyishib qo'yinglar. Ingliz o'rganmasanglar, bu jamiyat yashashniki tasdiqlaysiz qilib qolsanglar. Ara, yana birisi biz bu programmamizni o'zgartirish o'tkazdik. Odatdagi nuqulli holatdagi ingliz o'rgatish bo'lsa, bu oddiy ish, hammadan qila oladi. Unda bo'lsa biz shuni nabroqda dunyoni tushunishimiz kerak. Dunyoni tushunishdan birinchi bosqich xaridni tushunishimiz kerak, jo'grafiyani. O'rta maktab vaqtida men eng nachar darsim jo'grafiya etdim, lekin ko'p sayohat qilish orqali oxiri buni tushundik. Kanada 10 o'lka bo'ldi. Kanadada province bo'ldi. Amerikada province bo'lmaydi, Amerikada state bo'ldi. Kanada faqat o'lkalar bormi? O'lkadan boshqa bizda territory bor. Ya'ni 10 o'lka bo'ldi. Masalan, 10 sonab baqayli. Vancouver, Alberta, Saskatoon, this is Manitoba, Ontario, Quebec, here is, I think this is New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, and this little island here is PEI, that's number 10, Prince Edward Island. Prince Edward Island. Edward Shahzadining Island oroli degan gap. Kanadadagi eng kichik orol, eng kichik o'lka. Bek chiroyli, bek go'zal. Kanadaga kelganlar shu yerga sinab boqishni berishini umid qilamiz, chunki biz ko'p borgan, ham ko'p yaxshi ko'rgan joylarning birisi. Endi bu 10 o'lkadan boshqa yer bormi? Albatta bor. Biz territory bor. Territoria deymiz. Bu ingliz gap asli. Territory. Malanamiz R, VMS R. Seçik qaldı xat, yəni bir qıtımda amal tapadı. Bizdə Yellow Knife, White Horse degan bu capital. Bununki asli isminin bu qo'ydi, men o'ylab baqay. Bununki Northwestern Territory. Northwestern Territory deb birisi bor. Anandan keyin shu uchun ham birisini Inuit deb unutib qoldim. Üçüsü var. Çünkü bu tarafta adamlar pek az yaşaydı. 90% adam Amerika bilen 200 kilometre ya 100 kilometre tarafta yaşaydı Kanada'nınki. Başın düşünmek gerek. Kanada, Toronto deyimiz. Toronto nerede? Toronto, Ontario ülkesinde. Ontario, Kanada boyunca ikinci çoğun ülke. En çoğun ülke neymi? Quebec. Quebec olsa en çoğun ülkesi.
Anan Quebec'ten qalsa Ontario. Quebec'te mesela Fransız sözləydi. People in Quebec, they speak French. Montreal is a capital. In English, we say Montreal, but in French, it's Montreal. And Ontario is another province, second biggest province. Where's the capital of Canada? Is that in Toronto? No. Capital of Canada is not Toronto, it's Ottawa. Ottawa is capital, not Toronto. Toronto is biggest city, okay? See, Ottawa is in Ontario as well. Ottawa is 2 hours drive from Toronto. All right. What else we have to talk about? Amma yani nimlar buni davomli so'zlasak bo'ldi, chunki bu Kanadaninki xaritasi orqali ham mana so'zlab bo'lmaydi. Bu biz 10 o'lkani so'zlagandan boshqa bu 3 qismga bo'lingan. West, Midwest and East. Buni ikkala qism so'zlasak bo'ldi. Hozir bilib olganlar Kanadada 10 o'lka bor. 10 provinces, capital is Ottawa, and we have a Quebec, French-speaking province called Quebec. All right. What else do you have to know? When you look at the new countries, the first thing that I will look at is 2 things. First, population. Second, their GDP. That can tell you how strong that country is. All right. So in Canada, we have 38 million people. All right. We got this from ED Canada, and this is another organization. And now Toronto has the biggest population so far in terms of cities, 6.5, right, million. And whole Canada has 38.5 million people. All right. There it is. Approximately 80% of people live in the cities and towns. We have so much space in Canada that our population density ratio is one of the lowest in the world. That translates to less than 4% per square kilometer. In America, how about in America? USA they have, I think, 320 million people. Probably 330 by now, right? In Canada, though, we have only, 38, I'd say 39 million people. Therefore, normally the population in Canada is 10 times less than America. And in terms of GDP, Canada has, I think, 1.8 trillion to 2 trillion, versus America has 20 trillion to 22 trillion dollars. Trillion, eh? Amerika'nın olsun demin demekçi degende bir devletniki uningki fuqarolarning soni bilan davlatningki GDP'si ishlab chiqarishini biz qarab shu davlatningki qancha kuchli ekanligini bilalaymiz. Kanadaning 39 million odam bor ekan, Amerikaning 320 million, 350 million tarafida bor deyman. Undan keyin Amerikaniki yillik ishlab chiqarish qiymati bo'lsa 20 trilliondan 22 trillion. Kanadaning bo'lsa 1.18 dan 2 trillion. Nimishqa deganda mana qarasak bu population, yani odamlarning soni Amerikadan 10 kichik bo'lgan, az bo'lg'achqa albatta ishlab chiqarish qiymati shundan az bo'lish kerak. Ya'ni naq 10. Demak, Kanada o'zining sifatida bir kuchli davlat, lekin Amerikada kuchli bo'lmasa-mu, lekin agarda bizda Amerikadagi jiq odam bo'lmasa, balkim bizningki taraqqiyotimizni Amerikaga yetish mumkin. Chunki bizga ko'p odam kerak. Shuningda ko'p ishlab chiqarish bo'ldi, ko'p ilm setish bo'ldi, shu joyda hukumat boy bo'ldi, kuchli. I'm sorry. Demek biz nuqul holatda ingliz o'rgatish emas, dunyoni tushunish. Alni dunyoni tushunishni Shimol Amerika tushunishni boshlaymiz. Agar bizning kuchimiz yetmasa, yana boshqa amalda So'zlarni bo'lsa qoldirsanlar bo'ldi. Undan boshqa Kanadadan what says we have Montreal 4.3 million, even though it's in the biggest province. And Vancouver, it's in the west, 2.7. Calgary, very cold, 1.5 million. Edmonton is in north of Alberta. Alberta is this two from the Alberta. All right, so they are oil cities. Okay. Ottawa get to know 1.4 million. Okay, I'll leave your questions and stay safe.